bilasizmi, bir payt tadbirkorlarga imkoniyat berilsin deb har bir 5-6 so'm topgan tadbirkor kino ishladi. Biz uni qaysidir ma'noda xon taxta filmlari ham deb atadik. Lekin ular ma'naviyatni shu darajada tushirib, hattoki dialoglarda shunaqangi quyushqondan chiqib ketgan so'zlar, jumlalar ishlatildiki, butun xalqimiz jumushga keldi. Bular nima uchun qilindi? Aytaylik, qora tanli bojalarmi, boshqalarmi, boyvachchami, bir narsa men hozir aniq ayta olmayman. Lekin bular bizni xalqimizni, yoshlarimizni jar yoqasiga borib qo'ydi. Lekin hozirgi kunda aytilmoqchi bo'lgan gapingiz qay darajada salohiyatli asarlar ekranga chiqadi, ishlab chiqarishga tushiladi demoqchi bo'lsangiz, albatta davlatimiz rahbari demakki bu badiiy kengashni, ya'ni siz aytayotgan o'sha senzurani yo'qotish emas, uni takomillashtirish masalasini qo'ydilar. Bu avval ular qaysi ma'noda jamoatchilik asosida olib borilgan bo'lsa, hozir aniq oylik olib, o'sha har bir adabiy asar ustida yoki rejissyorlik, ssenariysi ustida ish olib boriladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, o'sha yengil-yelpi, sayoz filmlar barham topishiga bu yordam beradi.